Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum barchangizga. Biz e, kitob o'qib, bir nimalar o'rganib, o'zimizga foydali bo'lsin va sizlarga ham foydali bo'lsin deb bir nimalarni tashlab borishni niyat qilganmiz. Bir foyda bo'lsin uchun hammamizga, ham sizni bizga shu ijodxonamizdan shunda o'rganib, yozib, keyin bu yerga bir doska qo'yib qo'yganmiz. Bir xil narsalarni, ma'lumotlarni olsak, o'rgansak, o'sha ma'lumotlarni mana shu doskaga yozib qo'yamiz, bizga takror eslatib turish uchun va xotiramizda saqlanib bir hayotga tatbiq qilishimiz osonroq bo'ladi degan ma'noda doskamizda bir nimalar yozilgan. Mana bu yerda bir nimalar yozilgan. Xo'sh, bu yerda mana bu yerda yozilyapti. Muammo keltirib chiqargan aql bilan muammoni yechib bo'lmaydi. Juda yaxshi narsa yozilgan. Demak, kuchroq aql kerak bo'ladi. Ya qanaqadir maslahat kerak bo'ladi. Keyin mana bu yerda juda yaxshi narsa yozilgan ekan. Har so'zni o'z joyi va har joyning o'z so'zi bor. Bu degani har so'zni har joyda aytaverish yaxshi emas, yaxshilikka olib kelmaydi. Uni ham o'z o'rni bor, o'z joyi bor degan ma'noda. Ana bu yerda yozyapti. Muammo dushman emas, muammo bizga nimanidir o'rgatish uchun kelgan ustozdir. Mana bu yerda yozilyapti. Muammoni qarg'agan odam ko'p, ammo sham yoqadiganlar kam. Ana bu yerda yozilyapti tepada. Muammo inson aqliy faoliyatiga oid, uning bilishi kerak bo'lgan narsa va hodisalarga oid mavhumlik jihati. Ba'zan muammo yechiladi deb aytilsa-da, yechim nisbiy bo'ladi aslida. Bu ham foydali ma'lumot. U o'sha muammoni har kim har qanaqa tushunadi. Hammada har xil qarashga bog'liq muammoni. Mana bu yerda yana nimani ko'rdik biz? Mana bu yerda demak, sokin dengiz hech qachon mohir dengizchini tarbiyalamaydi. Bu ham majoziy, chunki o'sha qiyinchiliklar, qanaqadir risklar insonni tarbiyalaydi-da, hayotga tarbiyalaydi. Bu majoziy ma'noda aytadi. Agar dengiz tinch bo'ladigan bo'lsa, u yerda dengizchi chiqmaydi. O'sha inson qanaqadir qiyinchiliklar, tajribalar orttirish evaziga va ulardan xulosa ola olsa va uni hayotda tatbiq qila olsa, o'sha qaysidir ma'noda bir maqomga erishadi. Bu yerda yozilyapti: muammo, sabab, yechim, nazorat. Bu formula ekan. Demak, muammo bor, sabab nima? Muammoni kelishiga sabab nima? Sabab topiladi, o'sha sababga yechim qilinadi. Yechim qilingandan keyin uni nazorat qilinadi va yana o'sha jarayon davom etaveradi. Muammolar qulaylik, muammolarni yechamiz, yechimlar paydo bo'ladi. Yechimlar yana bizga muammolarni olib keladi. U muammolarni negiziga yetish uchun sabablari o'rganiladi, yana yechim, yana nazorat. Shu jarayonda davom etadi. Bir foyda o'laroq bo'lsin deb sizga bu narsani, albatta sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.